شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hürmetlik qarindoshlar, biz ilgirki darslerimizde mu'minlarning sifatini, kafirlarning sifatini so'zlab tugatgandan keyin munofiqlarning sifatiga kelgandik. Ya'ni oldingi darsimizning Sur Baqaraning 7 ve 8 ayetida munofiqlarningki ahvolini so'zlab, munofiqlar qalbida iymon bo'lmasa-mu, amaliyotda iymon etmasa-mu, ig'izida dal eksi gaplarni qiladi. Ya'ni bular Alloh va oxirat kuniga iymon etdik deydi, mohiyatda bu mu'min emas deb. Ya'ni jamiyatdagi, islom jamiyatidagi 3 türlük kişiler tipinin üçüncüsünü sözlükle başlagandık. Biz bugün inşallah münafıklar tipininki ikinci süptüdün başlayımız. Bunun birinci süptü bayatını dep ötkünümüzdek bulanın tilden çıkkını bilen kalbiden çıkkını okşumaydı dep sözlügendik. Allah subhanahu wa ta'ala Sur Baqaraning 9 ayetida munofiqlarning ikkinchi sifatini tilga olib, yukhadi'unallaha vallazina amanu va ma yakhda'una illa anfusahum va ma yash'urun deydi. Ya'ni bular o'zicha Allah ve Allah'ın Resulü ve müminlerini aldamakçı buluşdu. Yukhadi'unallaha, Allah'ını aldayımız deydi. Allah'ını aldamakçı buluşdu. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا Müminlerini aldamakçı buluşdu. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ Mahiyette bula özünü aldaydı. Veya da özünü aldığallıqını, özünün düşüp ketkenlikini وَمَا يَشْعُرُونَ ki bula his kılmaydı. Bula özü için şunda yaşaydı. Ameliyat del ekse degen şekilde Allah bunu ikinci sübetimizni geçip verdi. Yani munofiqlarning sifatlaridan ikkinchi sifat kelyapti bu oyatda. Bu sifat bularning g'ofilligi, tafakkur, ahmoqligini ifodalaydi. Chunki bular o'zicha o'zining munofiqligi sababidan, yoki o'zining munofiqligi bilan Allohni aldaymiz deb o'ylashdi-yu. Acaba bir inson Robbul alamin bo'lgan Allohni alday oladimi? Allah her neresini bildiğin olsa, Allah biz mahfi tutuyotgan, aşkarı kılıvatgan işlerini bildiğin olsa, Allah sır mahfiyetçilikni ve sırdan mı mahfira koğanını Allah bildiğin olsa. Sizlerce sırdan mı mahfi nesi var mı? Elbette var. Sır degen, siz başkalarına mahfiyetçiliğinizi etken bolsanız bu sır olurdu. Bunu iki adam bilirdi. Siz ve siz şu sırrını degen adam. Ama sırdan mahfira koğanı siz kalbinizde koyup koyduğun hiç kimge haber vermeydiğin bir gaplarınız oldu. Hakkında adamın bir mahfiyetçiliği bulurdu ya. Bu sırdan mı mahfiyetçilik? Sırdan mı mahfi olurdu? Bu sizin kalbinizde şüpheti kapıp kalırdı. Hiç kimge sır etmeysiz. Allah bunu mu bilirdi? Başkalarına sır süptedi degen gapinizini mi bilirdi? Başkalarına sır süptedi demegen. Hayatınızdan ahirgacha siz bilan billa qabristonlikqa aketgan gaplaringizni ham biladi. Alloh bu haqda va in tajhar bil qawl fa innahu ya'lamu sirra va akhfa. Alloh sir maxfiyatliklarni biladi. Yani o'zaro deyishgan maxfiy gaplarni biladi ve boshqalar bilan paylaşmagan, deyishmagan, ko'nglingizning tagida hech kim bilmaydi deb ap qolgan tarafini biladi deb Alloh oyatini davodi. Demek, o'zining xoliqini aldiyolug'idek hech qanday maxluq yo'q. Lekin bular o'zining g'ofilligidan Allohni aldiy olmaymiz deb o'ylashadi. Bularning bu xil tasarrufati
tasarrufat sabablik bular bilan Allohning o'tirdimi bir xil tinchlik olmaydi. O'zicha Allohni aldaymiz, mana qilsak bunda o'ylaydi bular. Yani bu yerda Allohni aldaymiz deb bir munchlarni qilib, yani Allohning shu ishlarni biladiganligini bular o'qmay qolganlik uchun, yani bir g'azab Allohning nafratiga duchor bo'ladi bular. Bular o'zlarining shu aldashlarida o'ylaydiki, mu'minlarni aldidik deb o'ylaydi. Yani ularning oldida ko'ngildagining g'ayri gaplarni deyish orqali amaliyotda bu xil aldash bularga nisbatan bir xil shafovat, bularga nisbatan bir xoflik jafo bu. Chunki bular uzluksiz xoflik ichida yashaydi bu aldash orqali. Bular doimo endişe, qo'rqinish ichida yashaydi. Ya'ni mu'minlar bularni bayqab qilishdan, ularning xususiy so'rovlarida bularning buni anglab qilishdan, bular kufr gaplarini qilishib, iymonni zangli qilish qotgan vaqtida, bunda bo'lgandan keyin bular odatda normal paranglashgan vaqtida chuqum avval mu'minlardan bir adam bularni anglab qolmaganligiga amin bo'ladi. Ya'ni hech kim anglab qolmaganda, hech kishi anglab qolmaganda degandek ma'no avval ta'kidlaydi. Undan keyin mu'minlardan hech qanday odam paranglashayotgan vaqtda kirmaydiganligidan avval amin bo'ladi. Demak, xavf, qo'rqinch bularning qalbini egallab ketgan. Bularning mu'minlar bilan birga turgan vaqtida, paranglashayotgan vaqtda bularning har birisi ulardan bir gapning chiqib ketib, bularning munofiqligini, kufrni rasvo qilib qo'yishdan, oshkorlab qo'yishdan qo'rqadi. Demak, bular bilan mu'minlarning o'tirishdimi ham tinchlik, xotirjamlik bo'lmaydi. Munofiqlar ashtabir odamlar. Hatto o'zi bilan o'zining o'tirdi xotirjamlik yo'q. Chunki eg'izdan chiqqani qalb inkor qiladi. O'zi bilan Robbining o'tirisida tahi xotirjamlik. Chunki bular Allohni aldaymiz deb o'ylashidi. O'zi bilan mu'minlar o'tirisida xotirjamlik yo'q. Chunki ular mu'minlar kirib qolamiki, anglab qolamiki, bizning munofiqligimizni bilib qolamiki degandek bir xil qo'rqinchlar yashaydi. Amaliyotda bular yuqorida qilayotgan ishlardan aldaymiz deb qilayotgan tasarrufotlardan, ahmoqliklardan faqat o'zini aldaydi. Alloh subhanahu va taolo bularning munofiqligini biladi, bularning. Mu'minlar bularning munofiqligini biladi. Bilmagan taqdirda Alloh xabar beradi. Qur'oni Karimga qarasak, Alloh munofiqlarni mu'minlarga xabar qilib davotida: "Va law nasha'u la'araynakahum." Biz xohlasak sizlarga ko'rsatib qo'ydik munofiqlarning kimligini. Masalan, fala araftahum bisimahum va la ta'rifannahum fi lahnil qawl. Bularning belgisidan bilalaysan uni. Bularning gapidan bilgili bo'ladi bularning davotida Qur'on. Bular aniq munofiqlarning masalasi aniq. Ama shaklda musulmon bo'lganlik uchun islom jamiyatida yashaydi. Bularning mashta xoflik, ya'ni bularning doim qo'rqinch, yurki iztirob ichida yashaydigan haq bu. Munofiqlar payg'ambar alayhisolamning qashig'iga kelib, "Ya Rasululloh, sen degan Allohning rasuli" deb guvohlik bermadimi? Andigan Alloh bularni rasvo qildi-ku rasulining oldida. Qur'oni Karim tushadi-ku: "Iza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasululloh wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun." deb. Munofiqlar kelib, "Ya sen degan Allohning rasuli deb guvohlik beramiz" deyshidi. Alloh biladi sening Allohning rasuli ekanligingni, lekin munofiqlar yolg'onchi deyapti Alloh Qur'onda. Aniq rasvo qilyapti bularni. Mushta bir rasvochilik va bularning munofiqlar payg'ambar alayhisolamning qashig'iga kelib Rasulullohning payg'ambarligining aslini guvohlik berdi. Alloh subhanahu va taolo bu guvohlikning haq rost ekanligini biladi. Ya'ni Alloh payg'ambar alayhisolam Allohning rasuli. O'zining rasulininki risolatda payg'ambarlik rasuli ekanligini biladi, lekin shu vaqtning o'zida munofiqlarni yolg'onchi deyapti. Men bir nuqta bor. Munofiqlarning degan gapi payg'ambar alayhisolamga sen Allohning rasuli deyotdi. Allohni deyotdiki sen Allohning rasuli deyotdi. Ayni gap yani. Munofiqlar shuni deyotdi, Allohni shuni deyotdi, lekin Alloh munofiqlarni yolg'onchi deyotdi. Gap o'xshash. Munofiqlar payg'ambar alayhisolamni Allohning rasuli dedi. Allohni payg'ambar alayhisolamni Allohning rasuli dedi. Yani mening rasulim dedi. Amma oxir qolganda munofiqlarni yolg'onchi dedi. Munofiqlar. Bu nima gap endi? Munofiqning gapi o'xshash gap tursa, desa, ya'ni bu yerda Allohning kalomi bilan munofiq degan gap o'xshash. Andikin munofiqlar yolg'onchi bo'ldi. Bu qanday masala? Biz deymiz bu yerda. Chunki munofiqlarning og'zidan chiqqan shu gapi amaliyat bo'lsa-mu, lekin bularning qalbidagi gap emas bular. Bularning tili bilan degan gapi qalbidagi gap emas. Bular tili bilan Muhammadni sallallohu alayhi vasallam Allohning rasuli deb guvohlik berdi, lekin qalbi inkor qiladi. Qalbi buni inkor qiladi. Shunga munofiqlar degan gap haqiqat bo'lsa-mu, lekin bular yolg'onchi ularda. Degan gapida yolg'onchi, og'zidan chiqayotganida yolg'onchi ular. Ya'ni og'zidan ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam sen Allohning rasuli degan gapida yolg'onchi ular. Chunki u gap ularning ko'nglidan chiqqan gap emas ular. Bular tillan qalbida yo'q gapni deydi.
Chunki rostchilik degan nima o desa, gapning qalbga to'g'ri kelishi, og'zimdan chiqayotganning ko'nglimga to'g'ri kelishi. Mavla yolg'on aytdi. Bular payg'ambar alayhisolamning Allohning rasuli degan guvohligida. Bular qalbidagi reallikni ifodalamay, ig'izlam deyotgan bu gapni. Balki bunun qalbi ig'iz deyotgan gapni inkor qildi. Bu nuqtadan bular yolg'onchi. Shunga bularni Alloh kazibun vallohu ya'lamu vallohu yashhadu innal munafiqina lakazibun deb bunda guvohlik berdi. Endi Qur'oni Karimda yana nurg'un oyatlar va Alloh subhanahu va taolo bu oyatlarda munofiqlarni rasvo qilib, o'zining payg'ambariga munofiqlar qalbida yushirayotgan nurg'un ishlarni xabar qilib deb bergan. Demak, bularning mu'minlarni aldaymiz deyishlari. Gerçi bu inson bilan insonni aldash masalasi bo'lsa-mu, lekin ba'zi vaqtda tillari shunda teyib ketib, ularning haqiqat oshkor bo'lib qoladi. Til taymagan taqdirda Alloh subhanahu va taoladan bularni rasvo qiladigan bayonlar keladi. Demak, bu yuqorida gapning hammasini xulosalasak, bular hech kimni olmaydi. Ne Allah'ın aldayanmaydı, ne Resulullah'ın aldayanmaydı, ne mu'minlerin aldayanmaydı. Hiç kimni aldayanmaydı bular. Çünkü Allah bularning sirrini biladi, oshkor ishlarini biladi. Bir qatim Allah mu'minlarga yordam berib bularni echib bersa, yana bir qatim munofiqlarning o'zining tili maymoq ketib, o'zlarini o'zi echib qo'yadi bular. Demak, munofiqlarning qilayotgan bu ishlar orqali faqat o'zini aldaydi. Munofiq o'zlarini dunyo oxirat ziyon tortadi. Bular bir imonga oid bir ishni qilgan vaqtida buning nifoq ekanligini Alloh biladi. Mu'minlarni aldamoqchi bo'lgan vaqtda echilib qoladi. Natija bular o'ziga bir manfaatga erishdik deb o'ylaydi-yu, ammo o'ziga shu ziyondan boshqa narsani qo'lga keltirmaydi. Demak, bularning eng oxiri tortidigini o'zining ziyoni. Mohiyatga olib kelsak, bularning aldaymiz deb qotqashning hammasi o'ziga qaytadi. Shunga bular va ma yaxda'una illa anfusahum, o'zini aldaydi. Peygamber Aleyhisselam'ın davridagi munofiqlar unda olsa, bugungi munofiqlarmi shunda o'xshash. Munofiqlik qiladi, ashuldan manfaat tama qilib, dushmanlardan manfaat tama qilib, eng oxirida o'zi dushmanlarning o'qida o'ladi. O'zi dushmanlarning turmasiga etiladi. Bularning qilayotgan necha yillardan buyon qilayotgan munofiqlarning munofiqlikni o'ziga hech qanday bir manfaat akamaydiganligini oxirida bular tunib yetadi. Afsus, oxir tunib yetgan vaqtda bularning o pushaymoni ularga manfaat bermaydi. Bu munofiqlarning ikkinchi sifati birodarlar. Endi munofiqlarning uchinchi sifati yuqorida munofiqlarning mu'minlarni, ya'ni Allohni mu'minlarni aldamoqchi bo'lib, oxirida o'zini ziyon tortganlikqa ikkinchi sifat olib keldi ya. Endi keldikki, fi qulubihim maradun fazadahumullohu marada va lahum azabun alim bima kanu yaktibun. Ularning qalbida kasal bor. Qanday kasallardir bu? Alloh bu kasalni texmi orttirdi, ya'ni bu kasalni texmi ziyoda qiladi. Bularga o'zir aytgan yolg'onchilik tufaylidan qattiq dardlik azob bor. Yani Allah subhanahu va taolo munofiqning qalbidagi izrobni kasalga o'xshatdi. Kasal dedi Allah. Qalbda, yurakda kasal bor deyapti. Ya'ni munofiqning shu qalbidagi o'xshamaslik, izrob, to'qinish, shu qarma-qarshi ideya fikrlarni Allah kasalga o'xshatib qo'ydi bu yerda. Avval kasal tanda odamning tinida saqsizlikni qoldiradi. Xuddi bularning qalbni tirildirib, kuchlik, shosh qiladigan iymoniy sog'lomlikqa ega emas. Bularning qalbida iymoniy sog'lomlik yo'q. Bularning qalbi kasal qalb. Nimishqa kasal bo'ladi? Buni nifoqlik charchitib qo'ygan bu qalblarni. Atrofidagi har kishi bilan qetishib maslashmaslik bilan charchitib qo'ygan bularni. Bu kasal bularni yolg'on bilan to'shqan bir hayot yashaydigan his tuyg'uga akab qo'ygan bularning butun hayoti yolg'onchilik. Demak, qalbning iztirobati, qalbning siqilishi, qalbdagi to'qinish bu qalbni kasal qilib qo'ygan bu munofiqni. Bunday kasalni faqat Allohning izni bilan saqlay oladi. Buning davosi faqat haqiqiy rostchil iymon. Haqiqiy rostchil iymon bunga shifolat beradi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Va nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u va rahmatun lil mu'minin." Biz Qur'ondan mu'minlarga shifolik va rahmatni tushiramiz. Va la yaziduz zolimina illa khasara. Ya'ni haqiqiy shifolik iymon. Ya'ni iymon, Qur'on qalbning shifoligi. Iymon bilan Qur'on munofiqlarning qalbidan yiroq bo'lishi. Bularning qalbida ne iymon bor, ne Qur'on hech nima yo'q bularning qalbida. Ya'ni bularning qalbida iymon bo'lmagandan keyin
Qur'on bo'lmagandan keyin bunning kesili xuddi doğrusu bo'lmagan ahvol ostida odamning kesili kundan kunga ziyoda bo'lgandek, kasal eshib ketgandek, bunning kesili zamonning o'tishi bilan bunning qalbida taxim ziyoda bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bunning nifaqligi sababli, kufr sababli bunning kesilini taximi orttiradi. Ana ma'vo yuqoridagiimiz qalbida kasal bo'lish, iztirob bo'lish, siqilish, tutilish munofiqning uchinchi sifati. Ana bular kesel, saqsız qalb egilir bular. Bununla kesel olgandan imanning nuri kirmaydi. Çünkü kesel o qalblar buningda haqiqatni tunishga ketarlik kuch-quvvat yo'q. Bu atrofidagi har şeyden qo'rqadigan qalblar bu. Har qadamlarda qattiq ikkilinadigan, iztirob holatda qadam oladigan qalblar bu. Qalb bilan tilning orasida siqiladigan qalblar bu. Kesel hech narsa kuch yetmaydi. Keselning bir ishga kuch yetmas. Ma qalblarmi haqiqat gapga kuch yetmaydi, rostchilikka kuch yetmaydi, atrofdagini ko'ranmaydi, ya'ni iymon tabiat bilan mos shaklda, munosib shaklda ko'ranmaydi. Alloh buni qalblarga qo'ygan bu xil tabiatni, buning qalbidan bu xil tabiatni chiqib ketaglik. Shuningga munofiqlar musulmonlarning askar safida jangga kirib qolsa, bularning tunji izlaydigini jangdan qochish. Tunji izlaydigini yushurindigan o'rin izlash. Hech kim ko'maydigan ya izlash. Alloh subhanahu va taolo bularni sifatlab, "Law yajiduna malja'an aw magharat aw mudkhalan lawallaw ilayhi wa hum yajma'un." Munofiqlar bir o'rin panogoh topa olsa, g'ardan birini topa olsa, kirib oladigan yer topa olsa, eshayga kirib oladi. Munofiqning ahvoli bu. Jamiyatda bir ishda davolga sho'p qolsa, buning tunji qitim qildigan ishi panoh izlash o'ziga. Qanday shaklda bo'lsin, bir panoh izlash. Nimishqa? Chunki bular kesel qalb egilir bular. Hech narsaga kuch yetmaydi bularninki. Bu qalblarning kesili ma qalblarni har şeyden qochib, har şeyden yushuringan qilib qo'ygan. Kashki masala bu yerda to'xtasa bir qadar yaxshi bo'ldi. Ya'ni bularning ahvoli buni bilan tugisa, bular uchun baxtli, bular uchun yaxshitdi. Afsus, bularni oxiratda kutib turayotgani va dunyodagi kesel qalbidagi azoblangan azobdan boshqa ahiretde dertlik azap bilan saqlab turadi. Dunyodagi bu bir xil iztirobat turmushdan boshqa ahirette dertlik azap bilan saqlayotdi. Ya'ni bular Allohga, Allohning rasuliga yolg'on aytganlik sababli ahirette bularni kafirning azobidan qattiq azab saqlab turdi bularni. Alloh subhanahu va taolo deydi: "Innal munafiqina fid-darkil asfali minan nar." Munofiqlar do'zaxning eng to'ng qatlamlarida bo'ladi. Hatto kafirning qattiq azobida bo'ladi munofiqlarning ahvoli. Bu munofiqlarning nechinchi sifati? 3-sifati. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Bularga sizlar eskilik qilmanglar, buzg'unchilik qilmanglar, eski ish qilmanglar deyilsa, bular deydi-ki, yo'q, biz degan haqiqiy islohotchi. Mana biz islohotchi deydi. Bularning inkosi bu. Zaminda buzg'unchilik qilish degan nima desa, yaxshi ishning, yaxshi odamning qishig'i berib buni buzish. Sizdan bu dunyoda eng aqlli talab qilinadigan narsa yaxshi ishni, yaxshi odamni o'zining yaxshilik bilan qo'yib qo'yish. Uningga kirishib buzmaslik. Agar siz imoniy jihatda texnik taraqqiy qilishni xohlasangiz, yaxshi ishning, yaxshi odamning qishig'i kelib, buning yaxshiligini istasangiz bu bo'ladi. Ya'ni siz bir yaxshi odamning qishig'i kelib, buni buzsangiz, biz ikki buzg'unchilik olib borgan bo'lasiz. Ikki buzg'unchilik. Qanday ikki buzg'unchilik? Chunki Alloh subhanahu va taolo sizda mush dunyo hayotingizdagi hayot asosingizni isloh qilgan. Sizda hayot yashashidek bir yaxshi, yetarlik hayot yashashga loyiq bir muqovamatli bor. Hayat asosingiz var sizde. Siz onu yaratilgan yaxshilik bo'yicha qo'ymadingiz, avval o'zingizdekini. Uni pasatchilikdan neri şekilde tashlab qo'ymadingiz uni, siz tashlab qo'ysangiz bo'ldi. Balki siz qishig'i kelib, shu o'zingizning hayot muqovamatlarından qishig'i kelib, bu asli Allohning yaradanki güzel bir yaxshi shaklda etdi. Uni buzdingiz. Allah tarafidan sizga berilgan ne'matni qabul qilmadingiz. Bunu hayotdagi xizmatini ado qilib qo'ymadingiz. Uning xizmatiga texmi yaxshilikni ko'paytmadingiz. Ama siz bu xizmatdan qashqa qilib buni buzdingiz, o'zingizni buzdingiz avval. Bu xuddi bir misol olsak, bir quduqqa o'xshaydi. Ikki pasajlik bor edi, bir buzib bo'lgangan, haqni buzish masala. Bir quduq qo'ya desak, haqli bu quduqdan suv ichadigan quduq,
bu quduq bularning hayot zaruriyati uchun bir berilgan bir ne'matdi. Siz Allohning koinotdagi dunyodagi sabablar bilan kelib bu quduqni isloh qilib texmo o'ngisha olasiz. Masalan, tomlarini toshdan qopirib, buning qumning buning ichiga kirishdan saqlab qilish uchun yoki og'amcha kelib bir dona chilakdan birini akilib kishilarning suyini elishga yordam olsin uchun nima qila olasiz? Bu quduqni isloh qilganingiz, bu sizning yaxshiligingiz. Lekin siz kelib bu vayron qilsangiz, hayotdagi yaxshi ishdan birini vayron qilgan bo'lasiz. Munofiqlarning to'rtinchisi dal bu. Munofiqlar ishlarni davomli kirishtiradi. Munofiqlar ishlarni yaxshi ketayotgan ishlarni buzadi. Yani Allah subhanahu wa ta'ala zemin üstünde insanga güzel bir hayat yolu çürüken, hayat menheci çürüken. Ma münafıklar özünün bütün tırışçalıqını muşu yolunu buzuş üçün körüstüdü. Yani muşu hayat menheciga karşı suikast kılıdı. Özünü mümin deb dava kılıdı, İslam'a içiden hücum kılış üçün. İslam'ın düşmanları bir noktani tunup yetken, yani bu dinin bu güçlük haqiqiy dinning kufrning zarbalari bilan ta'siriga uchmaydiganligini tunib yetgan. Bunga diqqat qilgan kufrlar. Islomni sirdan o'lgilolmaydiganligiga, sirdan hujum qilolmaydiganligini tunib yetgan bular. Haq bilan batil o'tirishga har qanday bir jang bo'lsa, tarixdan buyon davomli haq qalbiqlik. Buni dushmanlar tunib yetgan. Endi islom dushmanlari İslam'a haqiqatga uzun yıllar qarshi tumoqchi bo'ldi, urindi, tirishdi, lekin aciz keldi. Anikin bular shu nuqtani tunib yetdiki, bu din faqat ichidan mag'lub bo'ldi, mag'lub bo'lsa, sirdan mag'lub qilib bo'lmaydiganligini tunib yetdi. Shuning bilan munofiqlarni fasodchilikda ishlatish, qo'llanish o'zi shakli musulmon emasmi? Men musulmon deb turib emasmi? Bularni ikki qismdagi fasodchilikqa qo'llanish dal musulmonlarni parchalashning haqiqiy yo'li ekanligini bular tunib yetdi. Shuning bilan bular musulmonlarga turli ismlarni musulmonlarga ishlatdi, musulmonlarni parchaladi. Ya'ni musulmonlarning ichidan shu islomga qarshi qo'llanadigan bir qurol paydo qildi. Bunu paydo qilish, qurol hosilish uchun musulmonlarga turli ismlarni ishlatdi. O'xshamagan mazhablar, o'xshamagan ixtiloflar o'tirib chiqdi. Bular birini ilmoniy deb atadi, birini solchil deb atadi. Demak, bu ishlarning hammasi islom dushmanlarininki, islomning ichidagi munofiqlikdan foydalanib turib qilayotgan ishlar. Mana munofiqlik qilgan islomda bu ishlarning hammasi bularning hammasi islomiy g'ilaf bilan g'ilafladi. Islomiy chapanni kiygizdi bunga. O'zi musulmon deb turdi bular. Buning hammasi zaminda buzuqchilik qilish, Allohning yo'liga qarshi turish uchun. Endi mu'minlar o'zining nazarlarini zaminda buning askilik qilayotganligini, qilayotgan ishlarining buzg'unchilik ekanligini, musulmon qiyofatda, musulmon nomda, musulmon chapan bilan qilayotganligiga diqqat qildi. Bulardan fasodchilikdan to'xtashni talab qildi. Ular o'zlarining fasodchilik qilmayotganligini, islohot qilayotganligini da'vo qiladi. Ey, Allohning manhajiga ergashmaslik, Allohning manhajiga har qanday bir bano bilan qarshi chiqishda qanday isloh bo'lsin? Ularning nimasi isloh bularning munofiqlarning qilayotganining? Nimasi islohot bularning? Nimasi yaxshilik bularning? Tabiiyki, bularning qilayotganining hammasi buzg'unchilik. Alloh buning raddiya berib davatidi. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Yani diqqat qilinglarki shunga. Bular haqiqiy buzg'unchilar bular, lekin bular o'zi uqmaydi o'zining buzg'unchilik ekanligini. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo o'zining bularga bergan hukmini berdi bizga. Allohning hukmini angladikki, ya'ni bular xuddi o'zlarini aldayotgandek, tuymasdan. O'zlarini Alloh subhanahu va taoloni mu'minlarni aldayotimiz deb o'ylayotgandek o'zi tuymasdan, bular zaminda fasodchilik qiladi, o'zi isloh qilyapmiz deb da'vo qiladi. Lekin amaliyotda bular haqiqatda buzg'unchi. Nimishqa? Chunki ularning qalbida Allohning yo'li, Allohning manhaji, Allohning prinsipiga kufrlik va dushmanlik bor. Bular tashqi shaklda islohotda ko'ringan har qanday bir ishni qilsa, buning mohiyati buzuqchilik qiladi, buzg'unchilik qiladi, buzudi bular tamoman. Xuddi til bilan qalbida yo'q gapni deyalgandek, tilda qalbida yo'q gaplar so'zlanganidek qilayotgan ishlarining shaklimi mohiyatiga o'xshamaydi. Shakliga qarasang islohot, mohiyati buzg'unchilik.
Bu kainat fakat Allah'ның prinsipi bilan mas qiladigan kainat. Nimishqa? Allah subhanahu va taolo yaratqani shu. Dunyoni yaratqani Allah. Dunyoni paydo qilgani Allah. Allah o'zining qilgan ishini eng obdan biladi. Nimaning buzdiganligini, nimaning isloh qilganligini eng obdan biladi. Chunki Allah yasig'uvchi. Shayni yasig'uvchidan bekroq foydali ishning nima ekanligini biladigan birisi yo'q. Bir narsani, shu narsani yasagan odamdan bekroq, shuningga nimaning foydali, nimaning ziyonli ekanligini, nimaning uni isloh qila oladiganligining sirrini biladigan birisi yo'q. Bu tabiat normal dunyodagi ahvoldami shu? Dunyoviy prinsipdami shu? Biz dunyoviy prinsip masalan bir narsani o'ngishmoq, bir mashinadan birini oldik yoki uskundan birini oldik, o'ngishmoqchi bo'lsak, darhol yasag'uvchisiga mangamiz. Ya'ni uning zavodiga mangamiz. Masalan, chunki yasag'uvchisi bizni ma'nosining haqiqiy islohotiga boshlab qo'ya oladi. Bunda qilsangiz 10 yil deyalaydi buni. Agar yasag'uvchisi shu biz mangan shaharda, biz yashayotgan shaharda shu biz olgan mashinani yasagan zavodning odamlari bo'lmasa, yasag'uvchi islohotga mashq qilib, o'ngshashga mashqlanadigan vakolatchilar deymiz ya, hozir bizning tilimizda palon zavodning vakolatchisi, Pukun zavodning vakili deb deymiz. Shu vakolatchilarning qashig'i borimiz. Yoki bizni shuni o'ngshash yo'lini bizga ko'rsatib qo'ygan qo'llanma. Qo'llanma daftar deb har narsa bir daftar bor. Shuning borimiz. U normal ahvol bu dunyoda shu, u normal aqli va inson qiladigan ish bu. Birdan uskundan birini oldi, buzilib qoldi, u zavodga qapirdi. Zavod bo'lmay qolsa, shuni sotgan vakolatchining qashqa qapirdi. Yoki shuning ichidagi qo'llanma daftari, ishiltish usuli, ishiltish tushuntirishlarga qaraydi. Bu normal dunyodagi bir ahvol. Buning siz ya zavodning qashqa berish, ya vakolatchilarning qashqa berish yoki qo'llanmasini ko'rishdan boshqa biz o'ngishmaymiz. Buzimiz uni boshqa vaqtda. Uning aksini qilsak buzimiz. Dunyo hayotidagi ahvol bu. Ya'ni bizning dunyo hayotimizda bu suvga agishimiz, buni hamma deb e'tirof qiladi, mushtaq qiladi. Endi inson bilan dunyoga kelsak, biz inson bilan dunyoni yasagan, yaratgan zotning qashig'i olmay, uning shu dunyoni o'ngshaydigan prinsipni elish uchun u eng obdan biladi. Endi biz Allohning maxluqlarining qashig'i boramizki, buzadigan prinsiplarni bizga tuzib bersinlar. Bu ajoyib raqamlar. O'zimizning dunyo ishlarida to'g'ri mangamiz, ammo butun dunyoning ishiga kelgan vaqtda qilamiz. Dunyoni o'ngishmoqchi bo'lsak, insonni o'ngishmoqchi bo'lsak, dunyoning yaratuvchisi bo'lgan Allohga, insonning yaratuvchisi bo'lgan Allohga yuzlanish kerakki, u eng obdan biladi. Qolgan insonlarningki insonni o'ngshash uchun tuzgan prinsiplari, dunyoda yashayotganlarning dunyoni o'ngshash uchun tuzgan prinsiplarining zohirisi isloh qilinsimi, amaliyotda masalani texnik yomonlashtiradi. Hayron qolarliki biz mana nijoatlik deb ataymiz. Hele uni taraqqiyot deb ataymiz. Lekin nimishqa mushu yaratib, paydo qilib, sistemlashtirgan, insonlashtirgan yaratquchining xalqning qishiga bormaymiz. Bu hayron qolarlik ish. Alloh subhanahu va taolo o'zining xalqini eng obdan biladi. Ularni nimaning isloh qila oladiganligini, nimaning buzdiganligini eng obdan biladi. Madam Allohda oyatni o'ziga kelsak, Allah munofiqlarni bilib buzg'unchilar deb hukm qilgan ekan, bu keskin hukm bo'ladi. Allohning manhajini o'zgartmoqchi bo'lgan har qanday odam, Allohning manhajini islohot davosi bilan tatbiqlashni amaldan qoldirmoqchi bo'lgan har qanday odam mufsid. Garchi u uni his qilmagan taqdirdami, garchi u islohni, haqiqiy islohotni iroda qilsa, ma koinotni isloh qila oladigan narsa yuzilanayotgan bo'ladi. Koinotni isloh qila oladigani dal mushu koinotning yaratuvchisi, mushu koinotning yasag'uvchisi Alloh tushirgan osmon prinsipi, osmon manhaji, osmon yo'li. Mana oldimizda bu manhaj, bu prinsip bor. Bizga yetkaziluklik, hech kimga maxfiy emas. Yani bu olsun bizning oldimizga shu Qur'oni Karim va Qur'oni Karimning izohati bo'lgan hadislar. Bu dunyo va oxiratning manfaati, saodatni qo'lga keltiradigan dunyoning manhaji bu. Bu manhaj dunyoni yaratuvchi tarafidan tuzilgan manhaj. Dunyoning islohotini eng obdan bilguvchi zot tarafidan tuzilgan manhaj. Buni bilish kerak. Undan boshqalarning hammasi munofiq. Undan boshqalarning hammasi mufsid. Alloh buni keskin devatdi buni. Gerçi ular o'zlarini qancha xil gaplar bilan pardozlab, "Voy biz degan o'ngshaymiz, biz degan islohot qilamiz" desimi, u yetmas. Bugungi darsimiz mush yerda oxirlasin. Biz bugun munofiqlarningki
ikkinchi, uchinchi sifatlarini, to'rtinchi sifatlarini o'tdik. İnşallah kelasi soatlik darslarimizda davomli munofiqlarning sifatlarini o'tamiz. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.